Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalarim, hurmatli opa-singillarim. Bilasizlar, hamma internetlarda, hamma sotsiyetlarda farzandlarimiz, Qirg'iziston farzandlarimizga pullar yig'ildi, sborlarimiz to'xtatildi. Alhamdulillah, Allohga shukr, ikkita farzandimizga pullar yetarlicha yig'ildi. Boringlarga shukr. Hamzat, Arslan deganlarimizga sborlari to'xtatildi. Navbat endi bizda Bayxan ukamizga yordam qilib qo'yishimiz kerak. Qirg'iziston farzandimiz, Alloh shifo bersin. Hozir juda ham yaxshi Ramazon oylaridamiz. Aka-ukalarim, opa-singillarim, qo'linglardan kelmasa duo qilinglar do'stlar. Video podelиться qilinglar. Inshaalloh ajri bor. Ertaga inshaalloh Qirg'iziston o'z shahrida, Qirg'iz teatrida oldida yig'ilyapmiz. Endi biz ozgina bo'lsa ham hissamiz qo'shilib qolishini xohladik. Bloger akalarimiz juda ham zo'r yordam berishdi. Ataqul aka, Baxa, Damki, Asqar, ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Arslan, Hamzatlarga juda bir foydasi katta tegdi. Xudo xolasa bizni ham foydamiz tegib qolishini xohladik. Ramazon oylarida sizlardan so'ranib qolamiz, yordaminglar kerak.